Assalomu alaykum hammaga, kanalimiz a'zolari va mehmonlariga. Sizlarga bugun gazavli va penavli ishlab chiqarish uskunalar sexidan chiroyli bitta videolar qilib o'tamiz. Xo'p, kanalda mehmon bo'lsangiz, yana like tugmasini bosib, mehnatimizni qadrlab qo'ygan holatda bir dona obuna bo'lib qo'yish eslatib qolmasin do'stlar. Bo'lmasa videomizni boshlaymiz. Xo'p, do'stlar, gazavli ishlab chiqarish uskunamizdan boshlaydigan bo'lsak, uskunamizda komplektida nimalar bo'ladi, bir qator aytib obzorni qilib o'tamiz. 0.43 forma qolipimizdan 2 dona bo'ladi. 12 tadan 24 ta g'isht chiqaradi. 20, 30, 60 razmerda. Bir dona universal reskamiz bo'ladi. 10 likdan tortib 20, 30 razmerga qarab, klient xohishiga qarab kesib ketilaveradi bularimiz. Xo'p, bitta yarim kuboli mishalkamiz bo'ladi va bitta rushtoy qo'l arramiz bo'ladi. Troslarni tortib chiroyli qilib qo'yganmiz. 1 tonnali suv bochkamiz bo'ladi. 110 litrli tepada suv isitib beradigan suv idishimiz bo'ladi. Motorlari montaj holatda, yangi holatda boradi hamma narsamiz. Xo'p, bunimizning narxi vodiy bo'ylab 1,5 ming dollardan, O'zbekiston bo'ylab 1650 dollardan chiqarib beryapmiz voha tomonlarga. Bu yoq vodiy ichiga Andijon, Namangan, Farg'ona, Qo'qon, Top tumanlariga 1,5 ming dollardan dastavka ustunovkasi ichida. Hozir bu yoqda mana bitta qolipimizga tayyorlab kuyganmiz obrazizga. Qoliplarimiz choklari albastrda yanalmaydi do'stlar, yanalmagan holatda kuydik. Xudo xolasa zazvorlarni o'ta ideal holatda keltirganmiz. Hozir 70-75% joyida qoliplar albastrda yanab ishlatiladi. Shuni oldini olgan holatda lazerli staroyda kestirilishlarimizni diagonallarini juda joyida qilib chiroyli chiqarganmiz. Qoliplarimiz xudo xolasa yamalmasdan ishlatiladi. Mana bu yoqda ko'rganlardek rastvor umuman oqib chiqib ketmagan bu yerda. Qolipimiz burchagi ishmay qoldi. Sababi sal ukunroq tashab qo'yilgan ekan. Bu yog'i mana sal me'yordancha ko'proq ishib ketib qoldi mana. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu yoqda mana suv bochkalarimiz montaj tayyor holatda. Xo'p, bu yoqda atrabon обратноga bitta suvimiz tashalgan. Pastdagi suv o'nkisimizdan bu yerga motor qo'yilgan, tepaga suv tortib beradi. Kerakli litr olib bo'lgandan keyin обратно qaytib pastga tushadi. Shu bilan krani bekiladi, avtomatik motorlarimiz o'chadi. Komplektimizda shu narsa bo'ladi mana. 1 tonnali suyonkiz, suv ustaning tenlari, shablon reskamiz, rushnoy reska, qolipimiz va 1 dona arramiz bo'ladi. Bularimiz narxi 1500 dollardan boshlanadi. 7000 dollargacha liniyalarni qurib beramiz. Ularni ham hozir videolarni qo'yib o'tamiz. Bu yerda mana mini gazavli sex so'ragan ekanlarimizda kichkina mishalkasi bo'ladi 1 dona. Xo'p, qolipimiz bo'ladi. 6 tali qolipimiz. Yaxshi tomoni bunda reska shart emas. Rastvorimizni tayyorlab mishalkada qolipimizga tushiramiz va orasiga listlarni sop-sop qo'yamiz. Shu bilan uje tepasini me'yoriga yetgandan keyin, qatgandan keyin vaqt soat bilan tepasi pravilada olib chiqiladi. Qoliplarni ikki tomoni ochilib, mana rezvali qilingan qoliplar yo'llari ochilib, bir chekkadan mahsulotlarni olib listlarni chiqarib kelinaveradi. Yaxshi tomoni buni kech payt kuyadigan taqdiringizda ham ertalabga bemalol pravilada qirib tashab turib, listini chiqarib olsangiz bo'ladi. Buni mana bunaqa shablon reskada buni kechasi kuyib bo'lmaydi, chunki kechasi kuyadigan bo'lsangiz ertalabga qatib qoladi. Ertalabga qatib qolgandan keyin troslar обязательно uzilib ketadi kesib turgan holatda. Bunda kech payt kuyib ertalab yechib bo'lmaydi qoliplarimizni. Va bunda bo'laveradi. Uni komplektimizda mishalkamiz, 3 ta qolipimiz, 6 dan 18 ta chiqaradi. 2 litrli suv yonkisimiz bo'ladi. Mana shunga o'xshagan bachoyimiz tepada tellari bilan bo'ladi. Suv idishini isitib beradigan. Xuddi mana shu holatda bo'ladi uni ham montaji. Bunimizning narxi 1300 dollardan vodiy bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab 1350 dollardan chiqadi do'stlar. Bunda ham pena blok kuysa ham bo'ladi, gaza blok kuysa ham bo'ladi. Telegram, WhatsApplarni aloqa etsanglar, to'liq komplektlarni, videolarni ham, rasmlarni ham tashab beramiz. Hop, bu yoqda pena blok apparat so'ragan ekanlarimizga, bu Euro komplektimiz, Sharnerli deyiladi buni, 4 ga 4 profildan ishlangan. Bunimizning narxi shu turishimiz hozir. Hop, 3 ta qolipimiz 6 talidan 3 ta 18 ta chiqaradi. Bitta 50 litrli kompressor pulsatori bilan, bitta mikser 200 litrli suv bochkani 40 tayyorlangani va bugul urchakka urgani, ugulga urgani, sesva poyizga lato ilislari va burchakka kalon ilislarini qo'shib beramiz komplektiga. 1 dona pena generatorimiz bo'ladi. Keyin 1000 ta yetadigan gelni ham bonus qo'shib beramiz.
Vodiy ichiga 800 dollardan dastlabki uстановка ichida, O'zbekiston bo'ylab 900 dollardan dastlabki uстановка ichida 12 ta viloyatga qilib beramiz do'stlar. Xo'p, bu yoqda mana liniya so'ragan akalarimizga 10 ta qolip komplekt holatda 7000 dollardan O'zbekiston bo'ylab qo'yib beryapmiz. 10 ta qolip 2 tonnali suyunkisi, suv tutadigan bochkalari, suvni isitish tizimi gazda, ko'mir hokasida va tokda isitsa bo'ladi bularda. Kimni holati qanaqa bo'lsa, shunga qarab tayyorlab beramiz uni. Tokda istaman degan akalarimizga toklari, tenlarini, dabavka tenlarini qo'yib beramiz. Garilka so'ragan akalarimizga garilka, o't yoqqan garilkalarga tayyorlab beramiz unga. 10 ta qolpi bilan 7000 dollarga tushadi bunimiz. Buni ichida bir dona yarim kubali mishalkamiz bu bir joyda turadi, tagiga yarim holatigacha beton quyib yuboriladi. Bolalar tepada ishlaydi. Bir dona bolani o'zi pastda liniyaga olib o'tib yuraveradi. Qoliplarimiz mana relsda yuradi. Yurishlari ham juda yengil. Avtomat reska ham bo'ladi buni komplektida. Avtomat reskamiz hozir tayyori boshqa sexda tayyorlanyapti. Xudo xolasa uni ham videolarini qo'yib boramiz. Avtomat reska o'zi kesadi. Uni ko'rib yurgan bolalar o'zi tushunadi. Yurishlari ham juda yengil, xudo xolasa. Mana shunday yo'llar ustida yuradi. O'zbekiston bo'ylab 7000 dollardan vodiy ichiga kelishadigan joylari bor. Xo'p, 7000 dollar ichiga kiradigan narsa bitta avtomat reskamiz kiradi, bir dona mishalkamiz va 10 ta qolipimiz kiradi, 2 tonnali suyunkiz, 110 litrlik suv isitib beradigan bochkamiz tepada ko'rinib turganda. Xo'p, uyda egasi bizga qilib beradigan narsasi ugonligini olib tagiga betonni kuydirib beradi. Biz borib polni sexini yurgizib beramiz. Bu yerda joyimiz qisqaroq, torroqligi uchun bitta liniya qilingan xolos. Bu ikkita liniyada yuradi. Bu degani mishalkamizga kuyilib keyingi liniyaga o'tadi. Keyingi liniyadan avtomat reskaga qarab keladi. Avtomat reskadan kesib turib, qo'shlarni olingandan keyin yana mishalkamiz tagiga qoliplar o'tib boraveradi. Shu holatda aylanib yuraveradi. Xuddi mana shunaqa liniya yana orada 1-1,5 metr masofa bilan yana bitta mana shunaqa joyga qarab tushaveradi bitta liniyamiz. Ekranda raqamlar qoldiramiz. Pena blok, gaza blok shunasi kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaversa bemalol, xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. Olib borib o'rnatib, kuchlari o'rgatib 100% ishga tushirib beramiz do'stlar. Bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.